Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Biz mana Farg'ona kanalini qirg'og'ida ketyapmiz. O'g'li singlimizni to'xtalib, hozir g'avvoslar bu tomon ketibdi. Hozir Qumaridagi ko'prik tayin to'nni qarab chiqibdi. Hozir nari ko'prikka qarab ketishibdi g'avvoslar. G'avvoslardan tanjolar sog' bo'lsin. Suv o'ta baland, o'ta katta suv. Endi ovozlar ko'priklar tayin chayib chiqayotgan, o'sha qarab ketishyapti hozir. Uylar ham o'sha qarab ketishibdi. Tog'alar bilan suhbatlashib, g'avvoslar ko'priklar tayini aynali yurib ko'rishdi, ketishdi dedi. Nari ko'prikka. Endi chiqmagan jondan umid. Hozir mana ot olib kelishyapti ekan, otni ham yurgizishadi. Chunki kommentarlarda ham shu ot haqida ham gap ketgan ekan. Ot olib kelib, otni ham yurgizib ko'radi. Oydin-oy qaytasan endi. Singiljonim hamma qidiryapti. Ilohim kanaliga tashlamagan bo'lsin Abdumalik. Ya ilohim tashlamagan bo'lsin. Topilsin ilohim. Kommentariyada hamma har xil fikr bildiryapti. Kimdir men anda bo'laman tirik deydi, kimdir har xil fikr. Duo qilinglar, ilohim duoda ish katta. Nechta ko'prik borki, hammasini hozir ko'rib ketyapti ekan g'avvoslar. Yo'l tomondan Damas ketyapti, kanal tomondan. Buradan qarab ketyaptimi degan. Kamiga yomg'ir yog'ib, ancha suv qo'shilib qoldi endi. Baland suv juda ham. Bu suv o'ta tez oqyapti-da, obunachilar. O'ta tez. Bu ilinib qolsa ham chiqib ketish kerak-da bunaqa tez oqimda. Hozir Oltiariq yo'nalishi bo'ylab g'avvoslar ketyapti. Oltiariq tomonga qarab. Qarab kelsin aka. Qarab ketyapmiz, qaranglar. U tepada rosa ko'p nimalar bor. Domlalar bitta qizil narsa oqib ketyapti, har xil narsa oqyapti. Obunachilar keyinda birgalikda qarab ketamiz. Mana ham ko'zim yo'lda, ham kanalda. Bu kanal chayib ketib, nari kanal ketib bo'lsam. Hozir hozir Shunaqa. Bismillah. Oradaki bana köprüyden o'tyapmiz. Chap tomonga Ishtirxonga, o'ng qo'l tomonga Qortepaga qarab yurdim. Churib qo'yish shekilli. Har bitta ko'prik tayin qarayapti-da. Ko'prik ilinib qolgan bo'lishi mumkin deyapti. Xudo xolasa bugun topamiz obunachilar. Faqat sizlardan iltimos duo bo'lib turinglar, duoda bo'lib turinglar. Klass bosib, kommentar yozib turinglar. Что mana shu video rekamizga chiqsin, ko'pchilik ko'rsin, ko'pchilik duosi ijobat deydi.
Sizlar bilan gaplashib qarab ketyapman mana. Kanalning ichini. Bakalashga gap mana u qizil narsalar ko'p ekan sen. O'rtadan ko'ra ko'proq qirg'oqda holat topgan, ammo o'rtada ketmasa kerak. Qirg'oqlarni ham qarab yuraveraylikchi. Bir gün toplasın. Evet. Endi o'zing suvdan topilmasin da. Abdumalik. Albatta iloyim. Ne bo'lsa iloyim. Qizini baxtiga sog' bo'lsin. Kichkina qizchasi bor ekan. Endi buni Abdumalik qizi bor. Akalar, otalar, tog'alar, xolalar tushunadi-da. Albatta. Qiz chiqarganlar juda qiyin. Cho'milish taqiqlanadi o'qiganman baribir yoshlar cho'miladi-da yozda. Juda nimada ko'rdim Abdumalik. Qarang. O'rtada mana oqib ketyapti. Yog'och ekan bu. O'rtasi qoldi, ko'rding? Yog'och ekan. Böyle beli bilan de chiqmagandek ko'rdim ko'zimga. Suv o'ta ko'p-da. O'ta ko'p. O'tqachiga o'tibmiz. Ha? O'tqachni olyapmiz. Ha. Alloh olasa bugun yangi ev bo'lsin. Bakrash ko'p bo'lgan, qizil bakrash. Ha, musor ko'p tashlangan suvga.
har bitta suvda oqib ketgan narsaga e'tibor bilan qaratyapman-da, bu narsa. Kanalni u tomonni ham, bu tomonni ham ko'zdan kechirib ketyapman. Suvam soğuduradın mı? Ha, iyi albatta hozir. Yoki onaxon mahalladan ekanmi? Ha, o'sha akasi ekan. Akasi nimani? Bu xotiniga, tog'amizni. Ha? Qarindoshlar ekanlar. Biraz ancha qo'shdi. Har bitta ko'prik o'zgardi-da. Ya o Oltargacha ko'prik bor-da. Ha, to'g'ri. Qarab boraveraylik, balki o'zimiz tushib ketganmiz, o'zimiz topa olamiz-da, bo'ladi. Shuni aytaman-da. Hamma yo'lda yig'ishtirib topolsa tashlarmisiz kanalga? Tashlaymi, Abdumalik? Qiynalmaysizmi suzishdan? Suzish bo'yicha birinchi o'rinda turaman-ku men. Anor aka bu Mahallada. Ha, bilaman. So'rab, men obilalarga aytib qo'yaman. Jahongir Toshmatovga yetolmagan menga. Kim damizdoq o'ynaymiz deganda, Ha. zo Antaliyaga borganimizda. Nimaga? Olti nimaga endi? Ko'pchilik aytadi, ishib chiqib qoladi Nusraga, ishib chiqib qoladi deyishadi. Jahongir shogird meni birinchi mensimadi. Ustoz yutib olaman deb o'ylaganda, Ha. aytdim, kim birinchi suzib borib qaytib kelish deganman-da. Sen bo'ldi ustoz, tashlayvering dedi. Ha, ketdi 1-2-3 ga dedim. Ha. Shuni tashladik, ikkalamiz baravar tashladik. Suzib borib qaytyapman, u o'zi ketyapti-da u. Men sizni o'ylamadim bunaqa suzadi diye. Dam o'ta uzoq menga. Nima ketyapti? Qora. Telefon. Sanabammi? Telefon shekilli. Sanabam. Yo, salamanmi? Katta salamanmi? Salamanmi? Ya suv yutib ishib ketishi mumkin-da. Shuni o'ylayapman, mana o'sha ish olib chiqdim ekan deb. Naryad odam ko'pga o'xshayapti. Ha? Nari ko'prikda odam ko'pga o'xshayapti. Qaysi ko'prik? O kelagi ko'prik. Ko'rinyapti? Odamlar chap qo'lda ko'pgina odamlar turibdi. O'sha yerga ko'rayotganlardanmiz. Biz hozir Ma'lon yo'lga chiqib qolibmiz o'zi. Ha? Ma'lonniki bas. Hali boraveradi. Besarangni. Besarang. Mashina kelishdan. Ha. Mana g'avg'ozda hamma shatda u tashlayapti suvga. Bittasi. Yugurishyapti. Hurmatli azizlar, g'avg'ozlar shatda. Ja, boshqacha turishibdi. Mana shaka boramiz. Biz bilan qo'ydi.